Qadrdonlar, bu sho'rvasimi aka somsam? Somsa muncha katta bo'ladi bu. Yeb olasizmi Rustam aka? Ha? Nima, yana bitta yeydi. Yeganman men somsa. Men katta qadam to'yman. Tovog'i ham katta bo'lar ekan, obunachilar. Jizzax somsasini sog'inganlarga, Jizzax somsasini ko'rmaganlarga mana. Obunachilar, mana Bismillahirrohmanirrohim. Tavalamanman. Xo'sh, qanaqa ekan? Mana obunachilar, oling Rustam aka. Gavdangizga mosnomi. Rustam aka charchab ketdingiz, to'g'risini ayting. Bo'ta? Mana sho'rvasini qaranglar. Bunachilar. Ayi. Xolasa, ichaverasiz. Qani, buni ochingchi aka, bitta ko'rib qo'yaylik, keyin qilaverasiz. Atam aka siz ochingchi bo'lsa. Unimi? Ha. Pichoq bo'lish kerak. Yo'q, yo'q. Qani? Ha, bunday ochiladi. Bizda pichoq bilan mana oshdi, mana. Akam zo'r ochib qo'ydi. Jizzaxliklar o'zi ochaversin ekan shekilli. Mana. Bunga Rustam aka buni oching-da, u ochadigan ekan aka. Ha? Ochganman. Ya bitta oching. Umringiz davomida yana bitta oching. Qilyapman. Yana bitta oching aka. Hozir o'tab. Umringiz davomida ochganmisiz o'zi? Oching bitta aka. Hali aka, Otamjon aka. To'g'ri ekan, u qarang. Bo'lmasam ushlab turing, men ochay. Birimiz tag'i bor. Obunachilar muzika zo'r o'lyapti. Şey sattı. Eli. Moy. Hadi bak. Hayır obunachilar. Bu Rustam akam mashg'ul ish bilan men. Bo'g'azini ichib ko'raymi? Qani? Shopiratgan ekanmi aka? Rosa shopiratgan ekan. Katta. Obunachilar mehmon do'stlikni yirtib yuborishyapti, Jizzaxliklar bor. Bu qaranglar ishtahalar ochib yuboramizda biz. Mana. Ajoyib joy ekan. Yap yo'l ekan obunachilar. Bu qaranglar. Ama bu sho'rvadan bitta ho'plang aka. Bitta ho'plang. Yo bitta ho'plang. O'rtani ekanmi? Shana o'yla obunachilar. Jizzaxliklar yorib yubordi. Samarqandga borganimizda qanaqa bo'larkin, Jizzaxdan shunchalik bo'lsa aka. Telefon tinmayapti jigarlar. Xotam akamni ham telefon teshib tashlashdi hattoki. Qalay ekan sho'rvasi? Afsus o'rangan. Dahshati. Bu suvni bo'yini qaranglar. Kuzatinglarchi obunachilar, qaranglar. Qadrdonlar, mehmonlar kelishdi yana bizni ko'rgani, Alloh rozi bo'lsin. Jizzax sentridan, ha? Shahardan. Jizzaxning mahallasidan. Rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Biza ashaddiy obunachi ekan, hozir o'g'illariga aytib, "Yur, olmasang bo'lmaydi, mana hozir ash kafeda o'tirishibdi ekanmi, olib kelibdilar." Rustamjon buvamga salom yo'llamoqchilar, qadrdonlar. O'zingiz mana bemalol ko'rarlar, har bitta videoyimizni kommentariyasiga qo'yinglar. Rahmat sizga. Rozi bo'ling. Siz yoshlarda kirganlar hoji bor. Duo qiling bizlarga ham. Amin. Amin. Hoji aka mehnatiga rozi bo'ling. Hali haqiqatdan mehnat qildilar hoji bor. Qattiq mehnat qildilar, ha. Siz yoshlarda kirganlar hoji aka. Ancha muncha yosh bo'ylarni Shunday, ha. Sindiradilar, ha. Rahmat. Faqat mana salomat qo'yasizlar hoji bor. Rahmat sizga. Yoshlarga kirganlar hamma. Ilohim. Olib ketaman deydilar obunachilar. Uyga olib ketaman deb kelgan ekanlar. Hozir bu akam mahallasiga olib kelgan. Bu inson ham olib ketmoqchi uyiga.
bir xolamiz keldi, olib ketmoqchi bo'ldi, lekin bu yerda erkaklar borligi uchun kuchi yetmadi xolamizni, qaytib ketdilar. Alloh rozi bo'lsin, rahmat hammanglarga. Ozgina mehnatimizni hurmat qilib, shunchalik hali qo'llab-quvvatlayapsizlar. Biz o'zi misol Nevares tengi insonlarmizda bunday olib qaraganda. Lekin shunchalik hurmat qilib, kichkina bo'lsa ham mana orqamizdan kelibsizlar, rosa xursand bo'ldik. Qo'limiz ko'ksimizda shunchalik hurmat qilibsizlar, rahmat, to'g'risi. Atam aka, shuna nima taassurotlar endi aka? Mana shuna bo'ladi deb o'ylaysizmi, o'ylamadingizmi aka? Sherzodjon boy ekan. Ha. Endi bizda Gap bor. bizda endi o'tib ketishgan ota-ona. Kim ota-onasi bo'lsa biz uchun boy. O'shaning uchun biz hurmat qilamiz. Hali aytaman, qo'lim bunday qilaman. Hojlarda, hojonalar uchun mana shu gapim bo'ldi. Haqqoniy, to'g'ri gap. Qadrdonlar, o'g'illari, yur o'g'lim olib borib ketibdilar. Hozir aytib turdik, dadangiz zo'r inson ekan, yaxshi odam ekan deb o'g'illarga maqtab turadi. Rahmat hammanglarga. Rustam aka, qanday taassurotlar? O'ta Go'zal. tarixga tilojisiz Jizzaxda. Obunachilar akamni uyiga qidirib kelishyapti o'sha. Qaranglar, Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana shu mahalladami? Ha, shu mahalladamiz. Videoda ko'rib, akamni ko'rib, akam orqali topib kelishyapti. Rahmat. Obunachilar. Qadrdonlar, Mehmon do'stlik shunchalik bo'ladi-da, obunachilar qaranglar. Bizga shunchalik iltifot kerak emasmi? Qarang, 1 qavat, 2 qavat, 3 qavat, 4 qavatda ko'rpachada yotibmiz. sig'may qolishmas mehmonlarda ham 18 metrlik mehmonlik. Necha metr bu? Hozir uyda yamiga mehmonni ko'rgan ekan. Biz endi Jizzaxda shunday-da. Ashnozni shu boladan boshlaganda qiziq ko'rgandaman. Siz yangi obunachiganda, Ha, biz ham shu. O'zi hamma Chinozdan boshlaganman deyapti. O'sha sabi eski nimalarni Keyingi eskilarni ko'rib Juda ko'pchilik aytyapti. nimalar kiygizib, dup kiygizganlar bor-ku, Oxonto'ymi? Kim bu ustozlar bo'lgan? O'shalarga bu yoq ustachilik qilib yurgan o'sha bloger bo'lmagan vaqtda chiqib qoldi. Shundan qiziq ko'rdim. Bir yerda ustachilik qilaman men ham. Bu yoqda. O'tirib dam olishga o'tirib sira tushib qolayman. Tur, to'xta deyman. Mana uni ko'r deyman-da. Mana bolalar qiladigan ishini. bundan 5 yil oldin, 6 yilcha oldin hech kim tanimasdi. Mahallada ham hech kim tanimasdi, to'g'risi obunachilar. Shu Anvar akam tufayli keling uka, bloger bo'ling, sizda bor ekan dedi. Bordik, mana shogird bo'ldik, ko'p narsani o'rgandik. Mana отдельный duo olib ustozdan chiqdik, отдельный mustaqil. O'z ustoz bilan yurgan paytimda ham, Anvar akam bilan yurgan paytimda ham ko'p ishlarim ma'lum mustaqil bo'lgan. Mana misol Shukronaxon deysizmi, rais qo'shnisi, Temir xotin, yana Mahliyo, juda ko'p proyektlarim o'sha ustoz bilan shogird bo'lib yurgan paytimda ham mustaqil juda ko'p proyekt qilganman. Buni obunachilar ko'p biladi. Mana duolarni olib, yuzimiz yorug' bo'lib, mana juda ko'pchilik qo'llab-quvvatlab, mana hozir xursand bo'lmasdan boshqa ilojimiz yo'qda aka, qani. Shunchalik mana Jizzaxga kelsangiz-u, oddiy misol odamimizda biz ham oddiy misol insonlarda, ya'ni yo'da otamiz bir boymat emas yo boshqa emas, oddiy oilaning farzandlarimiz. Lekin oddiy sababchi bo'lib, YouTube'da kanal ochib, misol akalar kelinglar mana qiynalib qolibdi deb o'rtakashlik deydimi, buni yo sababchi deydimi, o'rtada turib, ashuni misol ehsonni olib, mana sarflab qo'ygan mehnatimizni qadrini ko'ringlar obunachilar. Xursand bo'lishdan boshqa narsa yo'qda mana. Biz tugul ota-onamiz xursand bo'layotgandir, ustozlarimiz xursand bo'layotgandir buni ko'ribdi hozir. Faxrlanishsa arziydigan ishlarda bu narsalar. Shuning uchun qadrdonlar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bizga Jizzax rosa yoqib qoldi, to'g'risi. Bunaqa darajada bo'ladi deb kutmagandim. Alloh rozi bo'lsin. Keyin men eng bir ta'sirlanayotgan narsam shundan iboratki, qadrdonlar hamma shu 90% da atrofidagi obunachilar hozirgi paytda qo'llayotganlar. Hammasi yangi mashkanalimizda obuna bo'lib, yangi kuzatib borayotganlar. Demak, biz sizlar bilan obunachilar, biz ozgina mehnatimiz bilan, mana shu 3 oydagi 3 ta proyektimiz bilan, mana shu Rustam akam ikkalamiz shu insonlarning mehrini qozonibmiz-da, ishonchiga kiribmiz. Shu bizning yutug'imiz. Sog' bo'la, salomat bo'la, ertaga Jizzax viloyatidan chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bitta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosmaganlar like bosib qo'yinglar qadrdonlar shu videoga.
maksimal darajada like bosaylik. Bugun bir sizlar ham bizni obunachimiz sifatida shunday hurmatga sazovorsizlar. Sizlar ham xursand bo'layotganlaringni bitta shu likelar orqali bir ko'raylik. Yaxshi dam olinglar.